Aka Olmaotada Qarsilama somsog'ini borib ko'rsating. Bo'ldi. Men Qarsilama somsog'iga yetib keldim. Joy go'zal shinam. Birinchi etaj va podval. Namozxonlar uchun alohida sharoit deb joylashib oldim. Salom. Yo'q, endi o'zimga 4 ta somsa zakaz qildim. 2 ta qovoqli, bitta go'shtli, bitta tovuq go'shti. Zakazim kelguncha ma'lumot uchun bu yerda nafaqat somsa va balki boshqa taomlarni ham uchratishingiz mumkin. Qarsilama somsaning asoschisi bilasizlar, o'zimizning dizayn Qobil aka. Olmaotada bittagina filiali bor ekan. Men bu ma'lumotlarni sizlarga berguncha zakazim ham keldi. Ana endi Qarsilama somsalarni qarsilatishni boshlaymiz. Endi asosiy hisobni ko'ramiz. Meni hisobim 4800 o'tdi, chunki men 6 somsa yedim. Lekin bir kishi bu yerda 2000 tangadan 4000 tangagacha bemalol qonunga yozib ketsa bo'ladi. Xullas, video manfaatli bo'lgan bo'lsa, like, komment, podpiskani ayamaymiz. Va meni kuzatishda davom etamiz.